Hurmatli meni go'zallarim, podpischiklarim, men sizlarni shunaqa yaxshi ko'raman va go'zal bo'lishinglarni shunaqa ham xohlayman. Agar sizlar ham buni istasanglar, mendek tajribali, litsenziyaga ega plastik jarrohga murojaat qilinglar. Direktdan yozsanglar, o'zim sizlarga aloqaga chiqaman. Xohlasanglar sochinglarni kesib qo'yaman, xohlasanglar makiyaj qilib qo'yaman. Xullas, hamma ishinglar bittada bitadi. Aloqaga chiqinglar, kutaman. Nima qilyapsiz? O'tgan safargidagi janjal sizga yetmadimi? Aralashma, o'zim bilaman. Sekinroq gapir, mijozlar eshitib qoladi. Ijtimoiy tarmoqlar orqali e'lon qilingan aynan shunga o'xshash yolg'on e'lon tufayli yana bir ayol go'zallik qurboniga aylandi. Gap shundaki, Instagram orqali o'zini litsenziyali tajribali kosmetolog va jarroh sifatida tanitgan fuqaro boshqa fuqarolarni aldash yo'li bilan ishonchiga kirgan. Ma'lum bo'lishicha, xavfli retsidivist bo'lgan fuqaro reklama orqali uning yoniga kelgan ayol mijozga tana a'zolarini chiroyli shaklga keltirib berishini aytib ishontirgan. Natijada u noqonuniy ravishda mijozning tanasiga biogel yuborib, 1200 AQSh dollarini qo'lga kiritgan hamda jabrlanuvchiga tan jarohati yetkazgan. Ajablanarli tomoni shundaki, qo'shtirnoq ichidagi jarroh avval ham xuddi shunga o'xshash jinoyatni sodir etgan bo'lib, o'shanda sud qarori bilan unga nisbatan 50 million so'm jarima tayinlangan ekan. Ushbu jarima Byuroning Jizzax shahar bo'limi tomonidan to'liq undirilgan. Shunga qaramasdan qarzdor yana qonunni buzgan. Navbatdagi jinoyati uchun soxta kosmetologga Jinoyat kodeksining 168-moddasi 3-qismi B bandiga ko'ra aybli deb topildi hamda unga nisbatan 150 million so'm jarima tayinlandi. Ijro harakatlari davomida qarzdorga tegishli bo'lgan Tracker rusumli avtotransport vositasi aniqlanib, davlat ijrochisi tomonidan xatlangan va jarima maydonchasiga joylashtirilgan. Hurmatli ayollar, go'zal bo'lish, yoshlikni saqlab qolish istagi qanchalik kuchli bo'lmasin, bu boradagi muolajalar tanlovida o'ta ehtiyotkor bo'ling. Soxta jarrohlarga aldanib qolmang.